Assalomu alaykum. Biz internet tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalaringiz sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z oxiriga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona rom, 3 dona fortishka, bir dona hammom eshigi olib kelib o'rnatib berdik. Ranglari zolotoy profildan bo'ldi. Razmerlariga keladigan bo'lsa, enlari 150, bo'ylari 160 cm. Xo'p, pastlarini 3 ko'z bo'lib, tepasini 2 ko'z qilib berganmiz. O'rtasidan bitta ochilish qo'yib berganmiz. Xo'p, qadrli obunachilar, penalarni atido hamma yog'iga aylanasiga qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib chiqdi. Oynalarga keladigan bo'lsak, oynalari 2 qavat yo'duvi oynalarni qo'yib berganmiz. Nihoyatda cho'tki chiqdi. Xo'p, taylariga 35 lik patagoniyalarni ham qo'yib berganmiz. Ichkari tomondan ko'rsataman. Plus hammom eshigi ham ichkari tomonda. Xo'p, qadrli obunachilar, mana ichkari tomondan ko'rinishlari. Taylariga 35 lik patagoniyasi plus odisher rishkalarni qo'yib berganmiz. Ovozlarga e'tibor beringlar. Xo'p, ovozlari ham nihoyatda go'zal bo'lib chiqyapti. Xo'p, hammom eshigiga keladigan bo'lsak, hammom eshiklari enlari 70 cm, bo'ylari 170 cm. Arzonroq variant qilib berganlik uchun arzonroq variant qilib berdik. Arzon variant qilib berganimizda ham qadrli obunachilar, Mirax profildan qildik. Taylariga alyumin kartonini qo'yib, oynalari bir qavat gulli oynalarni qo'yganmiz, karafrochkalari bilan. Nima deydi? 400 minglik, 300 minglik hammom eshiklardan bas javob beraveramiz ishimizga. Plus fortishkalari bor. Enlari 70 cm, bo'ylari 40 cm. Xuddi shu razmerdan 2 dona zolotoy dub profildan. Xo'p, oynalari yo'duviga 2 dona fortishkasi bor. Hammomda 1 dona fortishkasi bor. Hammomda ham o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Hammomda ham penalarni atido hamma yo'g'iga qo'yib chiqdik. Razmerlari 45 ga 50 cm lik 1 dona fortishkasi bor. Bunikini yo'duvi gulli oynalarni qo'yib berganmiz. Tashqari tomonda ichkari ko'rinib qolmasligi uchun. Hammomda ham aka did bilan nihoyatda go'zal qilibdi. Mana ko'ringlarchi. Hop, hammom eshiklari hatto go'zal bo'lib ochilib yopilyapti. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli obunachilar, общий narxlari bir dona rom, plus 1 dona hammom eshik, 3 dona fortishkasi olib kelib o'rnatib berishimiz. Xo'p, 4 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli ishlarlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar.